Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizdan aziz bo'lgan qadri baland qadrdonlarim. Mana bugun biz Ro'za-i Ramazonning 20-kunini iftorligini qildik. Shoibov Chorijon degan ukamiz xonadonida. Bu yigitni baxtiga baxt, iqboliga iqbol, boyligiga boylik, hatamtoyligiga hatamtoylik qo'shilgani rost bo'lsin. Ro'za-i Ramazonlarda shu iftorga kelib bir piyola choy ichib shu xonadonga duo qilgan insonlarning duosi ijobat bo'lgani rost bo'lsin. Shu yigit ikki dunyo saodatiga musharraf bo'lsin. Bugun 3 ta bayramning guvohi bo'ldim. Ro'zaning 20-kuni shu yigit qo'ni qo'shnilariga Alloh yo'liga deb niyat qilgan sumalakka hamda yillar davomida er xotin qo'sh ho'kiz bo'lib mehnat qilishib 1 so'mda 2 so'm qilib shuni millionlarga aylantirib eng yaxshi inson havas qiladigan 6 sotixli havliga ega bo'lishibdi. Bugun ham havli to'yi ekan. Yaxshi kunlarga, ajoyib kunlarga o'zlaridan keyin farzandlaridan keyin nevaralari davom ettiradigan eng ajoyib xonadon bo'lib qolsin. Mana azizlar, sumalak o'zbegim bahor kelishi bilan yo'g'on cho'zilgan, ingichka uzilgan deyishadi. Bahor oziqasi, bahor taomi sumalak. Mana buni tashkillashtirgan qizlarimizning husn jamoliga qarang. Ko'z tegmasin, rahmat. Ikki dunyo saodatiga musharraf bo'lsin. Mana shular kechani uxlamasdan shu insonlar bir piyolada taomdan sherik bo'lsa, rahmatini aytsa bag'ri dilimiz yayraydi deb mehnat qilishyapti. Umrdan baraka topsin. Mana bu qizlarimizga rahmat. Qo'llari dar ko'rmasin, ikki dunyo saodatiga musharraf bo'lib yursin. Farzandlarining eng yaxshi baxtli va taxtli kunlarida, qizlarining eng yaxshi xonadonlarga kelin bo'lganida, o'g'illarining 5 vaqt namoz o'qib Qur'on sohibasi bo'lgan qizlarga turmush o'rtoq bo'lib uylarni to'y qilganlarida xizmat qilish sizni bizlarga nasib qilsin. Amin. Mana Chorjonni xonadoni muborak bo'lsin. Mana shunaqa go'zal, chiroyli xonadon. Yaxshi kunlarga, farzandlarning baxt to'ylariga, nevaralarning baxt kunlariga nasib etsin. Amin. Shunday xonadonlarni go'zal, chiroyli qilib ta'minlab, odamlar havas qilsa arziydigan xonadon qilgan ekan, umrida baraka topsin. Mana xonadonning go'zalligi. Onamlar shohlar devorga bosib qoladi. Mana go'zalligi. Dadasi qo'ying, xonani bas o'chirgan, video ko'rarkansiz. Ayol kim? Assalomu alaykum. Qo'ng'irotning eng go'zal ayollari kim deganda shu xonadonda o'tirgan go'zal chehrali kelinlarimiz, singillarimiz va onajonlarimiz. Avvalambor sizlarni ro'zaning 20-oqshomi iftori bilan muborakbod etaman. Yaxshi niyat bilan Allohni yod etib tutgan ro'zalaringizning ajri savobini Allohim bergani rost bo'lsin. Ikki dunyo saodatiga musharraf bo'lib yuringizlar. Farzandlaringizning eng baxtli, taxtli kunlarida ham shunaqa go'zal chehralar sizlarda tark etmasin. Amin. Yuzlaridan nur yoqqan, onam desa arziydigan meni opajonim Tajixal opam turishini qarang. Har qanday ona mana shunday go'zal bo'lsa arziydi. Mana bugun 3 ta bayram. Xalqning duosini olaman deb sumalak qilgan ekan. Chorijon yaxshi kunlarda xizmat qilsin deb xonadon olgan ekan. Ro'zani 20-oqshom.
Hayırlı sabırları bekatar olsun. Daim istlerken muradını peşindesin. Bana çağırsın, koşa kalsın, ballarını kuyulara var. Şu anadan da kuyularına Amin. Amin. Allahu Akbar. Şu Dilaramcan yangi xonadon olibdi. Muborak bo'lsin xonadoni. Ulug' ro'za kunlarida, Ramazon oyining ro'za kunlarida barcha ro'zadorlarni chaqirib shu xonadoniga iftorlik qilibdi. Allohim hamisha shu xonadonni fayzli, barakatli, dasturxonni to'kil sochin qilsin. Rizq nasibasini butun qilsin. Dilaramjon, kuyovingiz bilan qo'shsha qarib, umr kuningiz uzoq, tana joningiz sog' salomat, rizq nasibangiz butun bo'lib, hamisha iymon e'tiqodda bo'ling. Din islomda sobit qadamlardan bo'ling. O'g'il qizlaringiz solih va soliha bo'lib, kelajagi buyuk, kelajagi martabasi ulug', yurt so'raydigan, yurtboshi bo'ladigan, Xudo xohlasa Makka-i muazzarga imomlar bo'ladigan, xayrli kunlarda qo'llaringizdan yetaklab haj umra safarlariga olib borib tavoflar qildiradigan Ka'ba-i muazzam. Ka'ba go'shga bosh qo'yib labbaykani ayttiradigan farzandlar bo'lsin Xudo xohlasa. Hojona hojata bo'lib yurishsiz bilan umr yo'ldoshingizga nasib ro'za aylasin. Hamisha shu xonadoningizda to'ylar qiling, yaxshi kunlar qiling. Yaxshi kunlaringizda barcha do'stlaringiz, yaqinlaringiz birga bo'lishlikni nasib ro'za aylasin. Dilaramxon singlim, qori ukam, shuncha mehmonlarning yuzidagi tabassumni ko'rib, mehmon do'stliklaringizning qo'li ochiqliklaringizni guvohi bo'ldim. Allohim xizmatlaringizdan rozi bo'lsin. Albatta 2025-26 yil haj umra ziyoratlarini qilish, haj akbarlar bo'lib sizlarga nasib etsin. Albatta Chorajon onasini, Dilaramxon onasini haj umra ziyoratlariga olib borib, hoji akbarlar qiladi degan umiddamiz. Amin. Allohu akbar. 21-chislar payg'ambarimizning birinchi Laylatul Qadrni kutib olgan kechalar ekan. Albatta tok kechalar Laylatul Qadrni niyat qilib duo qilingizlar. Albatta duolaringiz ijobat bo'lib, o'shalmagan orzularingiz o'shaladi degan umiddamiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.